Assalomu alaykum aziz kanalimizning muxlislari. Xush kelibsizlar bizning podkastimizga. Assalomu alaykum hammaga. Bugungi podkastimizni biz Cancun, Meksikaning bitta shaharlaridan Karib orollariga yaqin joydan olib boryapmiz. Sizlarda savol tug'ilishi mumkin. Nega biz bu yerdamiz? Siz aytishingiz mumkin. Nima deydi? Qo'shma Shtatlarida shunaqa odat bor. Agar bolangiz bitiruvchi sinfda o'qiyotgan bo'lsa, maktabda, mana bizni ikkinchi qizimiz bu yil bitiruvchi, 12 sinfda bitiradi. Bularda shunaqa odatki, oilaviy o'rtoqlarini oilasi bilan birgalikda Amerikani biron joyga yoki davlatdan tashqarida dam olish maskanlarida dam olinadi. Mana biz Safinanikini nishonlayapmiz bu yil. Qizimiz shu Karib orollarini sinfdoshlari bilan tanladi. Shuning uchun biz o'yladik vaqti bekorga o'tkazmasdan balkim shu podkastlarga ham qiziq bo'ladi, shu joydan olib borishga qaror qildik. Shu bugungi mavzumiz o'zbek tilini ham oz-moz esdan chiqarilib qo'yilyapti. Mazmunimiz endi biz shu qanday hamshiralik orqali Amerikaga kelish yo Amerikadagi o'zbek o'zimizning vatandoshlarimizning qanday tez va qisqa muddatda shu sohaga kirishga yordam berish. Shu bizning asosiy maqsadimiz. Bilganlaringdek, endi biz eshitganlarimizdek yangi qonun chiqibdi. Shu o'zbek hamshiralari ham ma'lum standartlarga javob bergan holda Amerikaning shu imtihonlarni topshirib, litsenziya olib, Amerikada ishlash huquqiga ega bo'lishi mumkin ekan. Bu judayam katta imkoniyat, bu judayam zo'r imkoniyat. Ayniqsa nimaga deganda, hamshira bo'lib diplom olish uchun Amerikada qancha ketadi? Taxminan agar boshidan boshlasangiz, bir kamida agar 0 dan boshlasangiz bir 6 yil ketsa kerak, chunki bakalavr bo'lsa bir 40-50 ming dollarga boradi. Bu degani o'shuncha pulni sizlar tejasa bo'ladi. Bu yaxshi. Lekin bu uchun ozgina o'zlaring ustilaringda ishlashlaring kerak. Bu degani mana ko'pincha siz savollarga olyapsiz. Ingliz tili kerakmi degan savollar kelyapti. Ko'p savol so'ralyapti. Siz nima deb o'ylaysiz endi? Sizni fikringiz nima? Mani fikrim bo'yicha shu ingliz tilini bilishim shartmi, darajam baland bo'lishi kerakmi degan yurtdoshlarimizga men aytardimki, 100% bilishingiz kerak. Keyin Akmal aka aytmoqchi, talablardan bittasi ham agar Amerikada umuman ingliz tili kurslari olmagan bo'lsangiz, yo O'zbekistondan kelayotgan bo'lsangiz, TOEFL, IELTS topshirish shart. Chunki hali o'tgan safar aytganimizdek, diplomni evalyuatsiyaga berganda o'sha IELTS yoki TOEFLni darajasini 7mi, 7.6mi bo'lishi kerak. Ingliz tilingiz yaxshi bo'lishi kerak. Endi to'g'ri, u litsenziya olish ikkinchi. Endi o'zlaring bir o'ylashlari kerak-da, inson o'ylashi kerak. Mana sizlarga oddiy misol, sizlarning qo'llaringda kamida shu 4 ta yo 5 ta kasal har kuni qo'llaringda bo'ladi. Bu degani shu 4 ta 5 taning ichida bitta yo 2 ta og'irini beriladi. Qolgani o'rta og'ir kasallar bo'ladi. Bu degani
og'ir kasalning nima deydi holati har Shiddatli o'zgaradi. ha 2 minutni ichida o'zgarishi mumkin. Bu degani sizlar shu qisqa davr orasida shu doktorga darrov сообщение jo'natib o'sha nima deydi kasalning bo'layotgan holatini tushuntirib berish imkoniyatiga ega bo'lishlaring kerak. To'ppa-to'g'ri. Shuning uchun bu ingliz tili juda muhim narsa. U nafaqat yozish, balki gapirish ham juda muhim. Chunki ko'pincha sizlar kompyuterda hamma yo'q. Amerikada hamma narsa kompyuterda yoziladi. Unda qo'lda yozishlar yo'qolib ketgan. Juda ham kam. Shuning uchun hamma narsa kompyuterda bo'linadi. Lekin bu sizlarni qo'rqitish yo bir nimani vahimaga solish emas. Lekin real qarash. Real qarash kerak. Endi tilga kelganda biz esingizda bo'lsangiz boshlaganmiz til o'rganish bu juda qiyin bo'lgan u paytda nima deydi kompyuter bo'lgan u kompyuter ham hali laptop degan narsa bo'lmagan, telefon, smartfon degan narsalar bo'lmagan. To'g'ri. Qo'limizda jicha nima deydi hali переводчик bo'lardi. Eslangda bo'lsa kitobcha, qalin kitobcha mayda qilib yozilgan. Shuni ochib turib tilda u nima deydi so'zlarni o'shandan o'rganilardi. Hozir esa o'rganaman desalaring qo'llaringda. Telefonda shuncha nima deydi har xil nima deydi maxsus applar bor, приложение o'zbek tilida bilmadim qanday deyilishi kerak, lekin shuni ochib nima deydi telefonlaringga загрузка qilib o'sha orqali sizlar o'rganishlaring tezlashadi. Nima yana AI deb aytayotgandik. nima deydi sun'iy nima bo'ladi AI? Sun'iy intellekt. Sun'iy intellekt orqali shunaqa hozir programmalar chiqqanki, nima deydi o'sha sun'iy intellekt bilan sizlar bemalol muloqot qilishlaring mumkin. Keyin shu sun'iy intellekt ham sizlarning gapirishlaring, intonatsiya nima shu so'zni nima qilishlarini ham talaffuzni ham to'g'rilaydi. Bu juda ham katta nima deydi yutuq albatta. Va ingliz tilini o'rganish nimasini vaqtini juda ham tez qisqartiradi. To'ppa-to'g'ri. Chunki ingliz tilini o'rganish uchun muloqot eng katta faktorlardan bittasi hisoblanadi. Muloqotingiz bo'lmasa, o'rganish uncha tez bo'lmaydi. Hozir esa o'zingiz aytmoqchi sun'iy AI. Sun'iy ajoyib so'z. Sun'iy nima deydi? Intellekt. Sun'iy intellekt Sizga bemalol hamroh bo'lishi mumkin. Albatta. Endi bu ingliz tili. Endi litsenziyaga kelganda siz ko'proq nima deydi? Internetda qaradingiz, ko'rdingiz, ma'lumotingiz ko'proq shuni sal gapirsangiz. To'g'ri. Diplomingizni olganingizdan keyin uni tasdiqlashni gapiryapsiz-da siz, credentialing. Albatta. Endi birinchidan bizi diplomlar, hamshiralik diplom. Men masalan O'zbekistonda nima deydi? Meditsinadan umuman hech qanaqa nimam bo'lmagan. Ma'lumotingiz bo'lmagan, o'qimagansiz meditsina bo'yicha. Shu hamma aytgan oldingi podkastda aytgandek, shu yerda o'rganilgan. Shuning uchun men hamshiralar necha yil O'zbekistonda o'qishidan men nima deydi? Men ham uncha xabarim yo'q, lekin izlanish qilganimizda shuni bildimki, agar men adashmayotgan bo'lsam, izlanishlarim to'g'ri ko'rsatayotgan bo'lsa, Amerikadagi hamshiralikni associate degreesiga teng bo'lar ekan. Menimcha medучилищеларда 2 yil o'qishadi yoki 1,5 yil o'qishadi agar adashmasam. Agar hozir O'zbekistondagi hamshiralar ular bu yerga kelmaydi. Ular oldindan shu kompaniyalar bilan shartnoma tuziladi.
ular diplomini keyin nima qilishga yordam beradi, evalyuatsiya qilishga. Chunki siz bilishingiz kerakda, diplomingiz Qo'shma Shtatlarini qaysi darajasidagi hamshiralikka mos keladi. Men shu research qilib ko'rganimda shuni ko'p bildimki, O'zbekistonda hamshiraligi Qo'shma Shtatlarini Associate Degree RN ga to'g'ri kelar ekan. Registered Nurse Associate ga to'g'ri kelar ekan. Endi associate degani qanday endi bo'ladi? Texnikum darajasidan desak, College, по-моему, college deyishadi hozir O'zbekistonda. College? College. kollej darajasida. Kollej darajasi. U bakalavr darajasidan bir pog'ona pastdagi daraja hisoblanadi. U diplom bilan, unaqa hozir hamshiralar shunaqa diplom bilan ba'zi bolnitsalar sizni shartnoma bilan olib 2-3 yil ichida bakalavringni olasan degan shartnoma bilan ishga olishi mumkin. Lekin ko'pincha mana nursing home qariyalar uyida ko'proq ishlanadi. Chunki u associate degree bilan LPN yoki RN. Keyin yana hamma shtatlarda har xil yana organizatsiyalar ishga olib, hali home health nursingda ham ishlashadi ko'proq. Lekin men ishlagan oxirgi gospitalimda shu nima deydi, kollej nimasi bilan o'qiyotgan ishlayotgan hamshiralar bor edi. Lekin ularning bitta nima deydi, shart qo'yadi kollej, bolnitsa, Organizatsiya. gospital nima deydi, shu ular shunaqa shart qo'yadiki, shu 2 yil ichida bakalavr olishlaring lozim. Bu yana buni ham juda zo'r nimasi borda. Nima deydi? Ligotasimi? Ligota deydimi? Ha, nimaga deganda, shu bakalavr olayotganda shu nima deydi? Qaysidir miqdorda pul to'laydi. Menimcha, agar adashmasam, gospital pul beradi o'qishiga. To'g'ri. Lekin yana kontraktni cho'zadi. Bu ham juda nimada kapitalistik davlatda maqsadki shu sizni baylab qo'yish. Shu baylab qo'yishki, shu sizga shu investitsiya kiritdimi, shu nima deydi, gospital shu yerda iloji boricha uzoqroq ishlashingiz. Chunki nima deydi, bizni sohada hech qaysi shtatda, Alyaskaga ham borsangiz ish borda. To'g'ri. Shuning uchun nima deydi, qayerga shunisi juda zo'rda. O'shunga nima deydi, bu gospitallar shuna qiladiki, nima deydi, bakalavr olish uchun pul beradi, lekin shartnomasini ham uzaytiradi. Cho'zadi. Masalan, meni hozir ham oldingi ishlagan bolnitsamdagi sheriklarim bor, hamshiralar. Hozir ham mana o'sha 2 yil oldin boshlashgan bo'lsa, hali ham shu ozginadan dars olishib, chunki bolnitsa qaysidir miqdorda pul beradi. Bilmam 5000 mi bir yilga yoki bitta semestrga $5000 beradi. O'shanga yarasha kurslarga yozilishib, sekin hali ham o'qib kelishyapti. Xulosa shuki, men agar adashmayotgan bo'lsam, yana aytganimdek, O'zbekistonda hamshiraligi shu oddiy medучилищeni bitirgan hamshiralar Amerikadagi associate degree RN ga to'g'ri keladi. Shuning uchun ham siz birinchi o'rinda kelganingizda yoki O'zbekistonda turib Amerikaga kelaman deb harakat qilayotganingizda shu organizatsiyalar bilan kontrakt tuzib, diplomni evalyuatsiya qilish shart. Keyin 3-bosqich keladi. Bu degani NCLEX. Nima deydi? Umumiy hamshiralar imtihoni desa bo'ladi. Juda ham nima deydi? Stressli, rosa ham qiyin, og'ir imtihon bo'lsa kerak. Esingizda bo'lsa, biz uchun ham juda ham qandaydir rosa ham qiyin bo'lgan. Ikkalamiz ham doktorlik, nurse practitioner imtihonlarini o'tkazganmiz, lekin hozir o'ylab gaplashib solishtiradigan bo'lsak,
o'sha hamshiralik testimiz eng qiyin testlardan bittasi bo'lgan. Akmal aka aytasizmi nimaga qiyinligi? Ha, misol uchun, ha, 4 ta savol bo'ladi. Javob. Ay, uzr. 4 ta Savol ko'p savolga, bo'ladi. bitta savolga 65 ta savolmi? Hozir bilmaymiz. Agar rosa yaxshi javob bersangiz 75 tada kompyuter to'xtatadi. Endi hozir balkim balkim o'zgargani mumkin. o'zgargandir. U biz O'sha topshirdi paytlarda. ancha bo'ldi. Endi masalan bitta savol, ha? Bitta savolga sizlarda 1 minut vaqt, ha? Taxminan bir 60 sekund. 60 sekund. Undan ko'p bas. Vaqtlaring bor. Endi 4 ta javob. 4 ta javobdan ikkitasi noto'g'ri, lekin ozgina to'g'ri bo'lishi mumkin, lekin noto'g'ri. Undan ikkitasi to'g'ri, lekin o'sha situatsiya, o'sha nima deydi, kasalning og'irlik darajasi bo'layotgan sharoitiga qarab o'shandan Eng to'g'risini eng tanlash. to'g'risini tanlashlaring kerak. Lekin ikkinchisini tanlaganlaring noto'g'ri emas. U ham to'g'ri, lekin ularning nima deydi, talablariga ko'ra o'sha savol to'g'ri keladi. Shuning uchun juda ham nima deydi, juda ham og'ir test. Lekin unga ham nima deydi, Tayyorlanadigan kurslar bor. U kurslar shunaqa o'rgatadiki, sizlarga qandaydir muhim narsani topish, o'sha ikkita noto'g'ri savolni eliminatsiya qilish, chetlatishni o'rgatadi. Keyin ikkitani topish va undan ikkitani to'g'risini topish. Bu degani sizlar nima deydi, bu insoniyat uchun juda qiyin. Har doim aniq topshirish, chunki qandaydir nima deydi, strategiyada qanday strategiyasini o'rgansalaring, imtihon ham juda unchalik qiyin emas. Lekin albatta baza bo'lishi kerak. To'g'ri. Meditsina nima deydi? Sizda bo'lsa, biz ham bitta kursga yozilganmiz. Juda ko'p kurslar. Har kuni o'qiysiz, har kuni 100 ta savolga javob berardik. Sizda bo'lsa. Endi Keyin eslayapman. 100 tani javob bergandan keyin joyimizdan turib ketib, borib dam olib 10-15 minut qaytib kelib, noto'g'ri qilgan savollarimizni boshqalardan o'qib chiqardik. Keyin yana qaytib nimaga to'g'ri, o'sha to'g'ri qilganimiz nimaga to'g'riligini ham o'qib chiqardik, esingizda bo'lsa. Lekin rahmat o'sha kurslarga kirganimizda haligi xuddi uyda o'tirib o'sha ertalab tayyorgarlik qilgandek topshirganman esimda. Lekin to'g'ri rosa ham qo'rqinch bo'lgan, hayajon bo'lgan, yuragim dukkillashdan to'xtamagan. Albatta. Endi shu uchinchisi. Keyin undan keyin litsenziya olish. Bu yana boshqa bosqich. Hali shtatdagi hamshiralik kengashi deyiladi. Board of Nursing bo'ladi. O'sha yashayotgan shtatingizda. O'sha NCLEX'dan o'tganingizdan keyin yana ariza tashab, pul to'lab, man endi o'sha shtatni hamshiralik nimasi deydi, kengashi sizni nomingizni tasdiqlab, mana Akmal Saidazamov RN Michigan shtatida ishlasa bo'ladi degan qog'oz beriladi. Masalan, qog'ozni ham yana yangilaymizmi? Har 2 yilda yangilanadi. U ham pul turadi. Ayrim shtatlar $150-200 har 2 yilda to'lashingiz kerak. Endi u hamki yana imtihon topshirmaysiz, faqat litsenziya topshirasiz. Litsenziyaga nima deydi, topshirasiz. Ozgina imtihonlar bor, juda qiyin emas. Oson, juda ham ixcham. Endi meni aytishim sababi, masalan, har bitta shtatlar endi nima desa bo'ladi? Shtat deyapmiz, ko'pchilik endi shtat nima deb o'ylashmaydi. Endi hozir hamma biladi shtat nimaligini. Endi oblast. Masalan, O'zbekistonda 12 ta oblast bo'lsa, bitta 50 ta oblast bor. 50 tada endi har bitta oblast o'zini qandaydir desa bo'ladi, shunaqa davlatki, oblastlar o'zi qandaydir davlat miqyosida o'zini qonunlari bor. Har bitta o'xshaydi, lekin
ayrimlari o'xshamaydi ham. Qaysi ma'noda? Masalan, Kaliforniyada ishlayman desangiz, hamshira bo'lib, hatto ko'proq union nima bo'ladi? Profsoyuz. Profsoyuzlashgan. Bu degani, bu juda ham qattiq. Qaysi ma'noda? Shu gospitallar juda ham osonlikcha sizni ko'pchiligi nima deydi? Ko'p ishlatib yuborishi mumkin. Qaysi ma'noda? Masalan, 6 ta kasal berishi mumkin. 7 tagacha kasal berishi mumkin. Bir kunlik ish muddatida, to'g'rimi? 12 soat. 12 soat. Endi o'shani regulировать qilish uchun Kaliforniyada profsoyuzlar qattiq ishlaydi. O'shanga maksimum 4 tagacha kasal beriladi. Oddiy qilib aytganda, hamshiralarning huquqini himoya qilish organizatsiyasi. Rahmat. Shunaqa himoya qilinadi. O'shanga, lekin Kaliforniyada ishlayman desangiz, Kaliforniyani hayoti juda ham qimmat. Oyligi baland, lekin hayot ham qimmat. Shuning uchun balans bo'lishi kerak. Masalan, bizni Kaliforniya bilan Michiganni solishtirsangiz, Michiganda balki hamshiralar nima desa bo'ladi? Kaliforniyada 40 taxminan 50-60 olsa soatiga, Michiganda 32-40. Endi yana shunisi borki, shu kontrakt tuzilayotganda men bilishimcha, endi o'sha kontrakt tuzgan kompaniya ham sizlar orqalaringdan non yeyish kerak, pul topish kerak. To'g'ri. Endi buni keyin yana gospital ham pul, endi biznes bu. Amerikada meditsina bu biznes. To'g'ri. Shu arzon kuch oqtaradi. Shuning uchun masalan sizni sherigingiz, Amerikadagi sherigingiz nima desa ular 40 topsa, siz даже 20-30 topishingiz mumkin. Shunaqa darajada 2 barobar kam ham bo'lishi mumkin. Uning ichida yana nimaga unaqa bo'ladi? Chunki kompaniyalar, shu sizni shartnoma qilgan kompaniyalar o'zini nimasini oladi? Ulushini oladi. Nimaga? Endi u ham qanday? Masalan, ular ham ish qilganda, qaysi ma'noda sizni diplomingizni evalyuatsiya qilgan. To'g'ri. Ikkinchidan, NCLEX-ga tayyorgarlik qilintirilgan. Keyin green kartaga viza olish uchun u yurgan. Vizani ham qanday olasiz? Bitta o'zingizga emas. Bilishimcha, oilangiz ham qo'shsangiz bo'ladi. Albatta. Bu juda ham nima deydi? Zo'r-ku. Zo'r, albatta. Lekin shunga men juda ham qattiq kuyyapman bizni nima deydi? Xalqimizga, vatandoshlarimizga shu orqali kelish. Nimaga desangiz, ko'pchilik o'zingiz bilasiz, trak kompaniyalarda ko'p traklar minishadi. Bu ham yaxshi biznes, lekin juda ham og'ir. To'g'ri. O'zingiz bilasiz, bizni qarindoshlarning ichida ham bor. Oila uchun juda ham qiyin, chiqib ketasiz, to'g'rimi? Kelishingiz qiyin. Oila bilan har doim ham bo'la olmaysiz. Chunki trak minganda kamida 5 kun, 3 kun, 4 kun, balkim 2 hafta uzoqda bo'lasiz oiladan. O'shaning uchun ham menimcha hamshiralik orqali green karta olib, viza olib, oilangiz bilan kelsangiz, 12 soat shiftingiz ishlaysiz, uyda bo'lasiz. Ayniqsa hamshiralikda bizda 12 soatlik 3 ta shift bo'ladi. Albatta. Bu eng, menimcha hamshiralikda eng katta yutuqlardan bittasi, chunki 3 kun ishlaysiz haftada, 4 kun dam olasiz. Lekin o'sha 4 kun damni ichida ham nima deydi? Ortiqcha ish olsa bo'ladi. Bu degani, masalan, ortiqcha ish yana qanday ishlaydi? $30 oyligingiz bo'lsa, taxminan 30 bo'lsa, yarmini to'laydi. Bu degani 30 overtime bo'ladimi? 30 bo'lsa 45 bo'ladimi? Yo'q, 30 u yana yarim qo'shadi. $45. $45 soatiga to'laydi. Bu degani endi 3 kun emas, 4 kun ishlasa, ancha o'zgarish bo'ladi. Nimasi? Agar adashmasam, yana esingizda bo'lsa, siz Kaliforniyada ishlaganingizda 12 soatlik shiftni abiddan keyin ishlar edingiz. 8 soati regularniy soatda to'lanar edi. 8 soatdan ag'i
kechasiga shift hisoblangani uchun yana qo'shimcha to'lashadi, A, to'g'rimi? o'sha nima deydi? Overtime'ga kiradida endi, ha? Ha, nimasi ko'p. Masalan, sham bozor ishlasangiz, qanaqadir $1-2 qo'shadi. To'g'ri. Kechasi ishlasangiz, kechasi hamshiralar ko'pi, kechasi kam hamshiralar. Kechasi ko'pincha kechasi qo'yiladi. Unga yana $3mi, $4 yana qo'shiladi. Xullas, hali har bir tiyin hisobga olinadi deydi-ku. Albatta. Bu nima deydi, imkoniyati ko'p. Keyin Judayam. nima deydi, yana qaytarilyapti bu gap. Nima xohlagan shtatda To'g'ri. ish topish mumkin. To'g'ri, Masalan, hamshiralarda nimasi yaxshi? Bu shtat yoqmadi desangiz, shunday nima deydi, u ko'chmasdan turib, уже qo'yib turib, mana ishga kirmoqchiman desangiz, agar yaxshi nimangiz hamshira bo'lsangiz, thank you. Uzr. Xonamizni hozir yig'ishtirib ketishdi, hozir o'shanga rahmat deyapti. Yo'q, nima deydi, ketyapman dedi. Shu nima deydi? Shu tomonidan juda ham qulayliklari bor. Nima deydi? Unaqa ekonomika o'zgardi. Bugun bunaqa bo'lyapti, bunday inflyatsiya bo'lyapti, ish yo'qotilyapti degan xayolga bormaysiz. Oyligingizni vaqtida olasiz, vaqtda ishga borasiz. Endi shu katta yutuqlardan biri. To'g'ri. Endi yana nimani gaplashsak bo'ladi? Joylash. Masalan, Ishga joylashish. yo'q, ishga joylash emas, yashash. Masalan, endi o'sha kompaniya sizga kvartira bermaydi. Lekin sizga o'sha nima deydi, kvartira topish uchun yordam beradi. Oyligingizdan o'zingiz to'laysiz. Endi masalan, Kaliforniyada aytganimdek juda ham qimmat. Bir xonaliklar menimcha 5,000-6,000 tepasida bo'lsa kerak. Nyu-York ham shunaqa. Nyu-York, Kaliforniya. Nyu-York katta shahar, Chikago. Ular Chikago unchalik nima deydi, Kaliforniyaga nisbatan yomon emas. Yomon bo'lmasa kerak. Endi nima deydi, kichkina shaharlarda arzonroq bo'ladi. 1,5-2 mingga 3 xonali nima deydi, joy topsa bo'ladi. To'g'ri. Endi bu hozir Akmal aka aytayotgan narsa, agar kontrakt bilan ishga kirsangiz, kompaniyalar bor, mana Ayani aytyapsiz-da, Ayaga o'xshagan kompaniyalar. Ular ham shunaqa. Ular ham? Ular ham bir xil. U oti boshqa xolos. Endi kompaniyalar, ularni ham maqsadi sizni xursand qilish. Nimaga deganda, ular ham reputatsiyasiga ish qiladi-da. Masalan, o'zbek shu fuqaromiz kelsa, shu kompaniyadan o'shandan mamnun bo'lsa, u yana odam chaqiradi. To'g'ri. Shunisi bor. Endi nima deydi? Yana hozir menimcha ko'p narsani gaplashdik podkastda. Yana savollaring bo'lsa yoki tushunmagan joylaring bo'lsa, rahmat katta, hamma savollar jo'natyapti. Jo'natishda davom etinglar. Biz yoritishga harakat qilamiz. Yana bironta fikrlaring bo'lsa, iltimos aytinglar. Biz ham endi podkastda yangimiz. Iloji boricha savollaringga javob berishga harakat qilamiz. Bizning maqsadimiz shuki, nima deydi, bizning yurtdoshlarimiz, xalqimiz ko'proq shu meditsina sohasiga intilishsin. Nafaqat hamshiralik, doktorlik, xirurgiya sohalariga erishish, chunki bizning xalq juda ham qattiq ishlaydigan, mehnatkash xalq. Bu juda ham Amerikada nima deydi, juda ham katta nima deydi, qattiq ishlaydigan inson ko'p narsaga, ko'p yutuqqa erishadi va o'sha ishxonada ham sizni shu qattiq ishlashingizni ko'rsa, o'sha korxona ham sizga qandaydir rag'batlantiradi. U qattiq ishlayapti, ishlaversin degan emas. Shu qattiq ishlashingizga qarab turib, sizga ham nimasi, o'shanga
bizning xalq meditsina sohasida u Amerikada, nafaqat Amerikada, balkim shu O'zbekistonga ham nima deydi, bu yerdagi tajribani orttirib turib, o'zbek xalqimiz O'zbekistonda ham shu meditsinani rivojlanishiga qandaydir hissa hissa qo'shmoqchi biz, Xudo qo'shiladida. xohlasa. Nima desangiz, shu o'sha masalan biz mana siz bilan ikkalamiz keldik, shu meditsina sohasida bizni bolalarimiz ham shu sohaga qanday, hammasi ham emas, bir ikkitasi Qiziqyapti. ajob emas, ular shu nima deydi, meditsina sohasini tanlasa, chunki bu juda ham qaniydi insoniyatga nima beradi. Doim kerakli soha hisoblanadi. Keyin Undan hamki odamga doim yordam berasiz. Rewarding. ha, o'sha rewarding so'zini topolmayapman. Qandaydir siz nima deydi, ruhan boyasizda, nima deydi, qanday xursand bo'lasiz. Shu masalan bitta oddiy misol, bitta kasalingizni hojatini chiqarsangiz, o'shandan o'sha kuningiz nimasi, emotsiyasi 100% bo'ladi. Kimnidir hayotini qilgan saqlab ishingizdan qolasiz. xursand bo'lasiz. Masalan biz ikkalamiz ham shunaqa, biz har doim uyga kelganda negativ narsalar hech ham olib kelmas ekanmiz, o'ylab qarasak. Lekin o'sha kuni zo'r bironta kichkinagina bo'lsa ham yordam berganingiz butun haligi dunyoqarashingizni o'zgartiradi. Yana ham insoniyatga yordam berish hissini uyg'otadi. Umuman olganda Akmal aka aytmoqchi, meditsina zo'r. Juda ham nima deydi, u agar shu faqat pul uchun biz, Yo'q, nima deydi, albatta. yuragingiz shunga mos bo'lsa, juda ham nima deydi, zavqlanasiz. Bu nima deydi, ruhan zavqlanasiz, kuchayasiz. To'g'ri. Rewarding ishda. Shuning uchun iltimos, iloji bo'lsa shu xalqimizga yetkazinglar shu podkastni. Shu meditsinada ishlayotgan tanishlaring bo'lsa, iltimos eshitsin. Balkim kimdir qiziqib shu nima deydi, harakat qilishni boshlashi mumkin. To'ppa-to'g'ri. Ingliz tilidan. Shu iltimos nima deydi, kanalimizga obuna bo'linglar. Obuna bo'linglar. Tarqatinglar, eshitinglar va iloji boricha biz shu qilgan xatolarimizni sizlar qilmasdan shu tezroq shu sohaga kirishga umid qilamiz. Tezroq muvaffaqiyatli bo'lishlaring uchun biz chin dildan harakat qilamiz. Va qo'limizdan kelgancha sizlarga yordam berishga tayyormiz. va'da beramiz. Rahmat. Yana bir Sog' bor bo'linglar. ko'rganlaring uchun. Endi ko'rib turibsizlar, quyosh kelyapti. Endi vaqt hozir borib suvda bir cho'milib, qizim bilan o'g'lim bilan dengizga borib bir cho'milib kelib, Dam olishda davom etamiz. Davom etamiz. Ko'rishguncha xayr.